2017-yil 29-mayda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining elektr energiyasi va tabiiy gaz yetkazib berish hamda iste'mol qilish sohasida to'lov intizomini yanada mustahkamlash, shuningdek, ijro ishi yuritish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Unga muvofiq to'lovlar o'z vaqtida amalga oshirilmagan taqdirda iste'molchi tarmoqdan majburiy uzib qo'yilib, qayta ulash uchun jismoniy shaxslardan eng kam oylik ish haqining 2 baravari, yuridik shaxslardan esa eng kam oylik ish haqining 10 baravarigacha jarima undiriladi. Elektr va gaz tarmoqlariga o'zboshimchalik bilan ulanish yoki ulardan foydalanish qoidalarini boshqacha tarzda buzish, shuningdek, hisobga olish asboblariga qasddan shikast yetkazish, ko'rsatkichlarni o'zgartirish O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 101-moddasiga asosan fuqarolarga eng kam oylik ish haqining 10 baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa 20 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Shuningdek, qarzdorlik to'lanmagan taqdirda undiruv majburiy tartibda qarzdorning mol-mulkiga qaratiladi hamda uning O'zbekiston hududidan chetga chiqishi taqiqlanadi. Xuddi shu kabi harakatlarni ma'muriy jazo qo'llanilganidan keyin ancha miqdorda yoxud ko'p yoki juda ko'p miqdorda zarar yetkazgan holda sodir etish O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 185-prim 2-moddasiga asosan eng kam oylik ish haqining 300 baravaridan 500 baravargacha jarima, 2 yildan 3 yilgacha ozodlikdan cheklash yoki 2 yildan 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Elektr energiyasi va tabiiy gazdan faqat qonuniy asosda foydalanish, to'lovlarni o'z vaqtida hamda to'liq amalga oshirib borish xalqimiz farovonligini ta'minlashning muhim omilidir. Shunday ekan, har birimiz bu boradagi mas'uliyatimizni chuqur his qilmog'imiz lozim. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Majburiy ijro byurosi. Ta'mini his et. Pepsi. To'y quvonch tantanasimi yoki tinimsiz tashvishlar azobi? Javobni 10-avgust kuni soat 17:00 da to'g'ridan to'g'ri efirda izlaymiz. Bu biz uchun muhim mavzu. O'zbekiston telekanalida jonli muloqot. Sotuvchi mijozlar xarid qilgan narsalarning tarozidan va narxidan bilib 1-2 so'm daromad qilayotganligidan mamnun bo'lsa, ikkinchisi qancha ko'p odamlarga yordam berib biror bir falokatdan qutqarib qolsa, shuncha xursand bo'ladi. Pulsi bormi, yo'qmi degan maqsadda qo'llaridan ushlaganimda shu meni qo'lni mahkam ushlab olgandilar. Siz o'sha omadni qaytarib olishga harakat qilasiz-ku, yana bitta xatoga yo'l qo'yasiz. Balki shu darasida hayot tilsimi. 11-avgust kuni soat 18:05 da O'zbekiston telekanalida hayot tilsimi. Mental aritmetika bizni farzandlarimizga nima beradi? Mental aritmetika bu faqat aritmetika bilan shug'ullanmaydi. Bu asosan bolani ongini, intellektini rivojlantiradigan dastur. O'zini kitob beriladi bizga. U yerda misollar bo'ladi shunaqa. Ularni o'zimiz yechamiz. 9 oy bolani biz chap yarim sharini rivojlanishiga ko'maklashamiz. Bola o'qiydi. 3 oy yozda biz bolaga o'ng yarim sharini shakllantirishga yordam bersak, bola keyingi 9 oylik o'quv davrida hech ham qiynalmas ekan. O'zbekiston telekanalida oydin hayot sirlari. O'zimizdan yaxshi do'st yo'q farzandimizga. O'zbekiston telekanalida intellektual o'yin Zakovat. Savol: qiz qal'ani aholi erkalar qanday nomlaydi? Vaqt ketdi.
Shartlar aniq. Savollar fikriy harakat va bilim talab qiladi. Sut bilan baliq bo'lishi mumkin. Urush payti ko'proq nima yeyishgansiz? Go'sht kemalarga ichmayapman. Da'vogar jamoa bahsga shay. Demak, boshlash mumkin. Vaqt bo'ldi. Javob. Birinchisi sut. 13 avgust kechki dasturda Zakovatning navbatdagi turi. Xamir lapsha. Janob Nilsenga qo'l to'pini o'ylab topishga nima undagan? Vaqt ketdi. Buni o'ynolmagan, yopiq joyga o'ynash kerak bo'lgan. O'zbekiston telekanalida intellektual o'yin ko'ramiz. Yoz bu lahza ta'mini his et. Pepsi